2025-yil 4-may kuni Air Samarqand aviakompaniyasi Samarqand va Tel Aviv o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovni yo'lga qo'ydi. Reysning ochilishi munosabati bilan Samarqand va Tel Aviv xalqaro aeroportlarida tantanali tadbirlar bo'lib o'tdi. Yo'lovchilar esdalik sovg'alar, bayramona taomlar bilan kutib olindi. Tel Avivga reyslarning ochilishi aviakompaniyamiz uchun muhim voqeadir. Biz ham O'zbekiston ham Isroildan kelayotgan sayyohlar, ziyoratchilar va ishbilarmon yo'lovchilar tomonidan barqaror qiziqishni kuzatmoqdamiz. Marshrut mamlakatlarimiz o'rtasidagi havo qatnovini talabgor va mustahkam halqasiga aylanishiga ishonaman, dedi Air Samarqand bosh direktori Zafar Butayev. Yahudiy vujudini davlat sifatida e'tirof etishga qaratilgan har qanday aloqalar qat'iyan harom ekaniga qaramasdan, O'zbek rejimi bosqinchi bu vujud bilan aloqalarni kuchaytirmoqda. 2024-yil fevral oyida Isroil iqtisodiyot vaziri Nir Barkat Jahon savdo tashkilotining vazirlar konferensiyasi doirasida O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Jamshid Xo'jayev bilan uchrashuv chog'ida O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish haqidagi arizasiga imzo chekib, biz Eronning islom olami bilan munosabatlarimizni buzishga urinayotganiga qaramay, mo'tadil musulmon mamlakatlari bilan aloqalarimizni mustahkamlamoqdamiz. Isroil va O'zbekiston o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikning mustahkamlanishi ikki davlat kompaniyalari o'rtasida o'zaro manfaatli aloqalarni ulkan salohiyatini ro'yobga chiqarish imkonini beradi, degan edi. Saida Mirziyoyeva o'zining Telegram kanalida O'zbekistondagi diplomatik missiyasini yakunlagan Isroil elchisi Zehavat Ben Hillel haqida biz uning davlatlarimiz o'rtasidagi munosabatlarni rivojlantirishga qo'shgan ulkan hissasi, faol hamkorligini yuksak qadrlaymiz, deb yozdi. Joriy yil 12-fevral kuni Tashqi ishlar vaziri maslahatchisi Munir Aminov va Isroil elchisi Gideon Lustig uchrashib, savdo, turizm, qishloq xo'jaligi, farmatsevtika, ta'lim va innovatsiyalar sohalarida hamkorlikni kengaytirishni muhokama qildi. O'zbek rejimi jinoyatchi vujud bilan aloqalarni uzmas ekan, G'azoda go'daklarning daryo bo'lib oqayotgan har bir tomchi qoni uchun, parchalanayotgan tanasining har bir parchasi uchun albatta javob beradi.